mustaqil tashqi siyosatga ega bo'lgan davlat sifatida Yevropada bu Buyuk Britaniya ko'riladi. Buyuk Britaniyaning demak 50% ortiq manfaat, G'arbning manfaati Amerika Qo'shma Shtatlarining manfaati hisoblansa, G'arbning umumiy manfaatining ichida 10-15% demak bu Buyuk Britaniyaning. Qolganlarga keyin taqsimlab tashlayverasiz. Va masalan bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni mustaqil davlat sifatida haqiqatda tan oladigan bo'lsa, G'arb davlatlarining aksariyati demak tan oladi, bu unga ergashadi. Uning demak ta'sir doirasidan chiqib keta olmaydi, chiqib ketishni o'zlari xohlamaydi ham. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bugun Amerika Qo'shma Shtatlariga ham umuman olganda G'arbga Tayvan mustaqil bo'ladimi, Tayvan Xitoyning tarkibida bo'ladimi, juda katta prinsipial ahamiyati yo'q. Prinsipial ahamiyat Xitoyni jilovlab turish bilan bog'liq. Bu yerda tashqi siyosat. Ya'ni nima qilib bo'lsa ham Xitoyni bir tilini qisqib tursa, nima qilib bo'lsa ham demak Xitoyni bir tashvishga solib tursa, qo'rquvga solib tursa bo'ldi. Xitoyni jilovlash masalasi. Bundan tashqari Xitoyning tashqi savdosi bilan bog'liq holatlarda ham bugungi kunda bilamiz, Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari uchun eng katta chiplar ishlab chiqaradigan nima desak bo'ladi, zavod hisoblanadi. Bu juda katta ishlab chiqarish. Bu Tayvan dunyoda birinchi o'rinda turadi. Mana shuning uchun ham ular asosiy stavkani bu yerda Tayvanga qilyaptiki, Xitoydan har qalay ajratib turadigan yagona iqtisodiy siyosat sifatida ko'rish uchun. Ikkinchi uchinchi tomoni G'arb davlatlari uchun albatta o'zlarining keyingi bir bosqichdagi pozitsiyasi bor. Bu ko'proq ular demokratik davlatlarni, demokratik jamiyatlarni va demokratik boshqaruvni qo'llab-quvvatlaydi. Va Xitoyni ular o'ta qatag'onchilik, repressiyaga asoslangan kommunistik partiyaning boshqaruvidagi totalitar davlat sifatida ko'rsa, Tayvanni ular demokratik davlat, demokratik jamiyat sifatida ko'radi va Tayvan orqali deydi, balki biz kelajakda demak Xitoyni demokratlashtirishimiz mumkin deb hisoblaydi va shuning uchun ham demak Tayvanga asosiy stavkani beradi. Va to'rtinchisi bu geosiyosiy, ya'ni agar Xitoy bilan urush holati vujudga keladigan bo'lsa, Janubiy Koreyadan, Yaponiyadan, Tayvandan turib, kerak bo'lsa Hindistondan turib, haligi Xitoy bilan turli xil harbiy nizolarga kirishdagi muhim strategik nuqta sifatida ko'riladi. Men masalan shaxsan o'zim 4 ta mana shu strategiya asosida baholayman. Ya'ni G'arb nimani xohlaydi degan savolga nisbatan.